aniq qilib quyosh nuri teri saratonini chaqiradi. Organizmning deyarli hamma hujayralarida DNK bo'ladi. DNK, DNA organizm paydo bo'lishi, o'sishi, sog'lom bo'lishi, xullas hammasi haqida instruksiya. U genetik kod. Quyosh nuri o'sha genetik koddagi bog'liqliklarni buzadi. Demak, DNKda bug paydo bo'ladi. Lekin bu hali saraton emas. Undan keyin organizm tiklanmoqchi bo'lib, bu yerda genetik muammolari bor bo'lgan odamlar mutatsiya paydo qilishadi va aynan shu teri saratoniga olib keladi. Afsuski, hozirda ilm-fan genetika bilan aslo hech narsa qila olmaydi. Aynan shuning uchun hamma teshiklardan quyoshdan himoya qilinishingiz kerak degan gaplar eshitasizlar. Ya'ni hozircha genetik muammolarni hal qilishga ilmimiz yetmaydi. Shunga hozircha o'zimiz himoya qilib turaylik. Undan tashqari UV nurlar immun sistemani ham pasaytiradi. Rak bilan nima kurashadi? To'ppa-to'g'ri, immunitet. Undan tashqari foto qarish. Quyosh nurida har xil spektrda UV to'lqinlar bor. Uy ichida oynalar asosiy UVB nurlardan bloklaydi, lekin UVA uzun to'lqinlar bo'lganligi uchun teriga chuqurroq kira oladi. Demak, teri ostidagi kollagenni parchalaydi. Ajinlar esa asosan kollagen va elastin pasaygandan bo'ladi. Shunga SPF kremlari marketing deyishdan oldin o'ylab ko'ring.